Selamünaleyküm. Ben 25. yıl yanvar ayda bu uchastkani hamma proyektlerini ishlab, kadastr yangi kadastr hujjatlarini shakllantirib berish, kadastr pasportini shakllantirib berish kerak edi. Shu yanvardan bu yog'iga biza qancha bormay, to unisi ikkamiz, to bunisi ikkamiz hech to'g'rilay olmadik. Gapning qisqasi, endi u yoq bu yog'ini to'g'rilab, oxirgi arizani bersak, bizga oblast kadastrdan har doim rad javobi kelaverdi. Bir marta rad javobi keldi, ikki marta rad javobi keldi, uchinchi marta keldi. Uchinchidan keyin bu kadastrga o'zim borishimga to'g'ri keldi. Bu kadastrga borib, haligi masalani hal qiladigan xodimlar bilan gaplashsam, menga bir qanchaga o'zimizning Chirchiq kadastrga kelib, sizlar bu pasportni xato shakllantiribsizlar, kamchilik topib turibdi deb ularga murojaat qilsam, bizlarning dokumentlarimiz hammasi normal, hech qanday kamchilik yo'q deyishdi. Shuni bilan jahl bilan sirasi qaytib yana Nurafshonga obul kadastrga bordim. Kim borib turib aytsam, Chirchiqda hech qanday muammo yo'q ekan, hamma muammo senlarda desam, kim aytdi sizga dedi. Ikkalasini ulab berdim Chirchiq kadastr bilan. Bu kadastr xodimlari ikkalasi o'zlari gaplashdilar. Keyin bu kecha oldingi kuni bergan hamma xatoliklar to'g'ri ekan bo'lib, hech qanday kamchilik yo'q bo'lib chiqdi. Shunda ham endi bu yoqqa nima deyishini bilmasdan meni oldi satli hujjatlarimni noto'g'ri, shuni to'g'rilab kelasiz deb tutdilar. Kelib sirazi Chirchiq davlat xizmatlariga kirib ariza berishni iltimos qilsam, ular ko'rdi hujjatlarda hujjatda hech qanday kamchilik yo'q. Nega buni shakllantirib, nega o'zgartirish kerak, nega to'g'rilash kerak deyapti. Bilmasam menga shunday aytdilar, to'g'rilab keldi. Ular hammasi hayron, 3-4 spetsialist yig'ilishib, maxsus mutaxassislar, hammasi to'g'ri, hech qanday kamchilik yo'q. Buni nimaga kerak ekan? Mayli, dublikatni yozamiz deyishdi. Shunday qilib dublikatni yozishdilar. Ertasi borib arxivdan dublikatlarni olib ko'rsatdim. Obul kadastrda. Bo'ldi, endi borib ariza beravering, to'g'rilab beramiz deyishdi. Ertasi kelib ariza berdim, sirasi ikkinchisida bizlarga уже hamma hujjatlar tayyor, pullarimni to'ladim. Olib, yangi hujjatni olib notariusga kelsam, yana kamchiligi bor. Shu to'g'ri deb bergan hujjatlarda notarius kamchilik topdi, u menga tushuntirdi. O'sha hujjatni qaytadan to'g'rilab yozib berishlari kerak. Bunga hech qanday pul to'lash shart emas deyishdilar. Ariza berdik tekinga ishlab chiqarish. Ertasiga rad javobi keldi. Nega rad javobi keldi deb men qo'ng'iroq qilsam, to'lash kerak dedi. Mayli, to'layman dedim, ariza berdim. To'lov bilan ishlanadi, hujjat olish uchun ariza berdim. Bu bergan arizama javob kelmadi. Ne cevap geldi, ne hesap açtılar. 1-2 gün tuttumda, olmadı. Ahir jahl ustida korrupsiya axborot merkeziga chiqib ariza berdim. Sirazi Abdullah Baharjon degan yigit kelib, ishni boshlaverdi. 2 kunda hammasini to'g'rilab berishdi. Shuncha sargarlikdan keyin ulardan juda minnatdorman. Har doim bularni endi bilayman. İşlariga omad, hammaga shunday yaxshi natija chiqarib beraversin. Biza o'xshagan sargardon, sarson bo'lgan odamlar bilib qo'ying, kimga murojaat qilishni. Bu hozir kimadi u axborot, korrupsiya axborot markazining boshlig'i xususan Bahodir Safoyevga katta minnatdorman. Shundan juda katta minnatdorman. Shu ishlarni to'g'rilab bergan. Hamisha ishlariga omad, oilasiga tinchlik, xotirjamlik, salomat tilayman. Антикоррупция.